Avaz, Bu. nimasi qilib o'tiribsan, uka? Aka kecha video ko'rdingiz ko'rgan story qo'ygan ekasiz qizini tashlab ketdi. O'shanga ham siqilish kerakmi? Hali bloger bo'lib ko'tarilib ketasan, ular o'shanda tushunib yetadi. Ha, endi nima qilaman aka? Yur, uka, men senga ishlab beraman. Avazxon, hurmatli obunachilarimizga qanaqa yangiliklarimiz bor? Akfa deraza eshiklarimizni o'yna kabi sindiramiz. Aka, mana akfa deraza eshiklarimizni podpischilarimiz uchun necha puldan qilib berasiz? Bizni obunachilarimizga xo'p, derazamiz 1,5 million so'm, eshigimiz 1 million so'm, ikki qanotli eshigimiz 1,5 million so'mdan qilib beramiz agar bizni obunachilarimiz kelsa. Xo'p, aka, buni podpischilarimiz uchun chegirma qilib berasizmi? 25% chegirma qilib beramiz. Hamma akfa, Hammasiga? alyumin, plastik. Xo'p, 25-apreldan 5-maygacha hamma akfalarimiz 25%, 30% chegirmani taqdim etadi. Xo'p, Imron tekstildan kelganda, qariyalar uyidan ko'tarilganda, o'ng qo'lda keladi. Xizmatlarimiz bor, hamma xizmatlarimiz mavjud.